Assalamu alaikum. Qarаңызшы, savxoz paralel shunday so'nim bo'lib mangalda pishirgan balig'imizni. 4 kilogram balık qarang. Vah 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 vah. Rahat alas taka, rahat alas. Qarang bu'sini chiqib o'tganin. Pay 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 pay. Qarang, vah 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 vah. Hozir savxoz Qarasudagi fermerlar kelgan. Hozir shu fermerlarga shuni tartilaymiz. Hozir 8 kishiga 4 kilogram balıqni tayyorladik. Bu fermerlar bilesiz. Qanday uylarda bo'lar. Qarang, vah 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 vah. Hozir o'sha fermerlarning o'zini qilamiz hozir. Birisi Şayır degan jezda bo'ladi. Hozir shuni qilamiz. Yaxshi. Bunavi men aytgan jezda shu bo'ladi. Hozir shu jezdaning kollegalari shular. Bunavi men ukam bo'ladi. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat. Akalar yaxshi bo'lsin. Yaxshi o'tiringlar. Tomoningizlar tatlı olsun.